Azizlarim, qaro ko'zlarim, ilohim boshlariz to'ydan chiqmasin. Davrani talo to'pirga aylantirmoqlikka hech qaysimizda haqqimiz yo'q-da. O'tirib olamiz, hamma o'tirib oladi. Qimillamasdan o'tirib oladi. Adashmasam Sanjarbek. Bugun Sanjarbek keling. Ko'plab Kattaqo'rg'on tumanida, Samarqand vohamizda so'z ustalari deymiz, suxandon deymiz. Suxandon degani shirin so'z degani azizlar. Ana shu shirin suxan yigitlarimiz davrada hammasini nomidan bo'lsa ham mana birgalashib bir ozginagina hasharga kelgan odam hech bo'lmasa 2 satilgini loy ko'taradi-da. Andava tortadi. Shuning uchun davom etamiz birgalashib. Ikkalamiz birgalashib davom etamiz. Ustoz, avvalambor sizga tashakkur. Boringizga shukr. Umringiz uzoq, tanijoningiz sog' bo'lsin. Bugun haqiqatdan mana shunday bir ulug' kunga guvohi bo'ldik. Yetkazganiga, ko'rsatganiga shukr. Azizlar, haqiqatda Nurbekjon bizni bolalikdagi qadrdon do'stimiz, ajoyib inson, ajoyib yigit. Ana shunday bir el yurtni duosini olgan, otasini, onasini duosini olib, albatta ko'kargan yigit. Albatta duo bilan el ko'karar deydi. Ana shunday bir ulug' insonlarimizni bugun yaxshi kunida birga ekanmiz. Avvalambor mana shu yerda tashrif buyurgan barcha insonlarimizga tashakkur izhor etgan holda assalomu alaykum deymiz. Ilohim Alloh hammamizni ana shunday bir ulug' kunlarga yetkazsin. Azizlar, bugun haqiqatda ana shu vohani eng kuchli so'z ustasi, haqiqatda maktab ko'rgan, bizga ustozlik qilgan Samad Tog'ayev uchun imkoniyat bo'lsa bitta qarsak olib berasizlar shu insonga. Ustoz, boringizga shukr. Haqiqatda ustozimizning juda ko'p chiroyli ta'limlarini olganmiz, so'zlaridan o'g'irlaganmiz, so'zlarini yod olganmiz. Albatta ana shu insonimizning xizmati bizni yelishda yurganimizga sababchi bo'lgan. Ustoz, boringizga shukr, salomat bo'ling. Azizlar, to'y ulug' narsa deya ta'rif berdik. Haqiqatda o'zbek xalqi borki, bu dunyoga kelib o'g'il ko'rsam, el yurtga to'y bersam, erta tongdan osh bersam deb niyat qiladi. Bugun Nurbekjon do'stimiz ana shunday niyatlarga erishgan yigit. Ilohim mana shu topganiga Alloh baraka bersin. Xonadoniga Allohning nuri va marhamati, fayzu barakasi hamisha yog'ilib tursin. Albatta Nurbekjonni ana shu darajaga yetishiga albatta eng avvalambor otasi va albatta onasi sabab deydilar. Ana shunday onalarini, otasini duosini olib, ularning xizmatini qilib, bugun ana shu darajaga erishgan. Keling, mana shu yerda ustozimizni bir yaxshi niyat qildilarki, mana shu onalarini bir davraga taklif qilsangiz, onalaridan bir chiroyli duolarni olsangiz bir iltimos qildilar. Albatta biz mana shu otalarning duolaridan keyin onalarimizga navbat kelgan ekan, Tojinor onamizni davramizga taklif qilamiz. Bugun albatta Mahfuza kelinimiz bilan hayotni achchiq-chuchuklarini ko'rib, mana shu ikkala onamizni duolarini olib turdilar. Ya'ni Mahfuza kelinimizni onajonisi Nazira onamizni ham birgalikda davraga taklif qilamiz. Nurbekjonni kelinimizni onajonlari Tojinor ona, Nazira ona, onamiz siz mana shunday bir chiroyli niyatlar bilan duolar qilsa, nur ustiga ona nur. Ikki onamizni biz davramizga taklif qilamiz. Buyuklar ichidan izlab, suyuklar ichidan izlab, sizdan da buyuk, sizdan da suyuk zotni topa olmadim degan. Haqiqatda onalar buyuklarning eng buyugi, suyuklarning eng suyugi. Payg'ambarimizdan jannat onalarimiz oyog'i ostidadir deya marhamat qilgan. Bugun ana shunday bir onajonlarimizni duolarini olmoqchimiz. Tojinor ona, onajon davriga kelasiz. Boringizga shukr, umringiz uzoq bo'lsin, tanijoningiz sog' bo'lsin Allohim. Nazira ona birgalikda bo'lasiz. Salomat bo'linglar onajonlar. Nurbekjon qaydasiz? Nurbek do'stim, keling, men sizni volidai muhtaramangizni onajoningizni davraga taklif qildim. Kelib duolarni oling, nur ustiga ona nur ustozimiz shu yerda. Onajon, to'y muborak bo'lsin. Sizni xizmatingiz beqiyos Nurbekjonni ana shu darajaga erishiga, Yusuf akamni mana shunday darajaga erishiga. Bugun siz duo qilgansiz, ana shu farzandlaringiz el ichida hurmat qozongan davrasidan ma'lum. Keling, bugun ana shu ikki nevarachani va albatta farzandlaringizni bir duo qilib qo'yasiz. Toki duolaringiz ijobat. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlar. Xush kelibsizlar. Kuyovim Nurbekjon, qizim Mahfuza oyda farzandlari Mardonbekni, Mashhurbekni to'ylariga.
qizim bilan Nurbek qo'shsha qarisin. Ballarni huzurini ko'rsin. Xudolarim ham shularni to'ylarini, navara, chavara, avara to'ylarini ko'rib yursinlar. Mardonbek bilan Mashhurbek katta yigit bo'lsin, elimizga xizmat qilayotgan yigitlar bo'lsinlar. Mana kichkinagina to'ylarni ko'ribdilar, chimilliq to'ylarini ham ko'rsinlar. Hammani topgani to'ylay bersin. Xush kelibsizlar hammalaringiz. Rahmat. Rahmat onajon, salomat bo'ling. Onamiz shunchalik jo'shib ketganlarki, ko'nglan chiqarishga qiynalyapti. Mana singlisini yordamga chaqiryapti. Opajon, marhamat. Hurmatli aziz mehmonlar, mana shunday chiroyli to'y, dasturxon atrofida o'tirgan ekanmiz. Bundan keyin ham, bundan ham kattaroq davralarga yetishtirishda Xudoyim yetqizsin, Allohim. Mana bugun xatna to'yini ko'ribmiz, chimildiq to'ylariga bizlarni ham nasib aylab, birgalikda hammamiz to'y tomoshalarni tomosha qilib yuraylik. Faqat yaxshi kunlarda qatnashib yuraylik, bu jiyanlarimni. Baxtli bo'lsin, baxtlarini ko'rish hammamizga nasib aylasin, Allohim. Mana opamga. Xush kelibsizlar aziz mehmonjonlar. Nurbekjonimni, nevaralarimni to'yiga. Allohim yurtimiz tinchgina bo'lsin. Shu balalarim qo'shsha qarisin, baxtli taxtli bo'lsin. O'zimdek nevara chavaralarni ko'rib, Xudoyindagina yaxshigina Mirzoda kechirsin Xudoya. Buni rahmat Xudoyindagina. Shunday bo'lsin, o'zimdek bo'lsin, nevara chavaralar bo'lsin. Nurbekjon barbar. Onaginam Doril omon kunlar keldi shafaqlari ol. Olchagulin ko'zlaringga surtasan behol, onaginam o'zing tortma davralardan el chorlaganda, tiriklikning ziynati deb sozlaganda tor, o'zing so'lg'in lablar bilan pichirlaganday. Sanjarbek, bu kunlarga yetganlar bor, qarang, yetmaganlar bor. Ustozni otangdek ulug' deymiz, onaday mehribon deymiz. Mana onajonlarimizning so'zlarini eshitdik. Nurbekjon ustozlariga mana shunday kunlarda bu o'zbekda chiroyli an'anasi, ustoz shogirdchilik an'anasi 1000 yillar davomida xalqimiz, elimiz. Nurbekjon, Shuhrat Hofiz bilan ekalaringiz meni bir pasgina yonimga kelsanglar. Oshing halol bo'lsa ko'chada ishdaydi, san'atkorning halol noni sahnada topiladi. Sahnaga olib keling. Shu yerga kelasizlar. Yashirincha davrani bir burchagiga sarpolani berib ketmoqchi edi, unaqasi bo'lmaydi. Mana bu yerga chiqamiz. Martlarni maydonlar sinar ekan. Shuhratjon, keling. Nurbek. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, Samatga rahmat. Mana shu shogirdimiz xonadonlariga yaxshi kunlar bo'lsin. Nurbekjon mana shu yigitcha katta bo'lsin. Nikoh to'ylarida ham yaxshi o'yin kulgi bilan xizmat qilaylik. Kelin bilan baxtli bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat sizlarga. Yaxshi kunlaringizga kelib xizmat qilaveraylik. Rahmat Samatga. Endi sarpolani kiygizishga ulgurarmiz. Nurbekjon, qo'lingizda turib tursin-da, bitta niyat tug'ildi. Sizlarning ortlaringizdan yana bir shogird shaylanyapti. Sizlarni burgut parvozlaringizga lochin bo'lgulik bir shijoat bilan, kuch va g'ayrat bilan mana endigina Toshkent shahrida ta'lim olayotgan yana bitta shogirdchangiz bu ham sizda. Sarpolardan oldin bir shingil kuy eshitamiz Mardonbekdan, keyin sarpolani topshiraylik. Yarashiqligi bilan bo'lsin davramiz. Mardonbek, tayyormisiz? Ana shu 3dan 1ni chol bersangiz ham bo'ldi, baraka topkir. Anvar akangiz, Ortiq akangiz ana shu tasviriga muhrlab olsa, ana esdalikni ko'rasiz. Tarix ana shu. Bitta qarsay bilan olqishlab qo'yamiz, quvvatlab qo'yaylik azizlar. Bo'lg'usi ajoyib san'atkor. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist bo'ladi nasib bo'lsa. Kamida. Ketdik.